Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, tuzimsiz? Assalomu alaykum Akmal aka, yaxshimisiz? Rahmat aka, kecha sal qattiq gapib oldim mashinani vendasini sabab aka. Akmal aka, bugun qatdan bo'lsa ham hammasini topib beraman. Keyin tovarlarning hammasini skladga tushirib qo'yinglar, xo'p? Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bu kim mashinasi? Bilmadim kimniki. Oldiring, men chiqib ketishim kerak-ku. Egam berdi aka. Hov! Qaramaysizmi, kim qo'ydi buni? Egasini toping, tezroq olish kerak buni. Iftorlik kech qo'yman-u. Aka, oldirib qo'ymayapsiz. Iftorlik kech qo'yotgandim. Men ham bilmay qolibman, uzr. Kim qo'yib ketdi ekan buni, ha? Ish bilan bo'lib chalg'ibman-da, uzr. Hozir endi qanaqa chiqib ketaman bu yerdan? Mayli egasini topa qolinglar, Alloh Xo'p, qolsin. hozir topamiz. Uzr, men ham bilmay qolibman-da, xayol bilan chalg'ib qolibman. Hozir ochadigan paytam bo'pti. Suvingiz bormi? Ha, bor. Budkamda bor, yuring. Birga ochamiz. Qurmadan oling. Bu pechkasi ishlaydimi? Ishlaydi. Nimaga yoqmagansiz? Xonangiz ozgina sovuq ekan. Buni nafsi buzarroq. To'kni ko'p yeb qo'yadi. Shuning uchun har zamonda bir qo'shamanda keyin o'chirib qo'yaman. Bir soat qo'shaman, xona isigandan keyin yana o'chirib qo'yaman. Ko'p narsa yuboradi bu, bo'lmasa. O'tirishim qarang. Siz biror narsa yeb turing, shopir topaylik. Yo'q. Xijolat bo'lmang, o'tiring, uni o'zi topadi. Oling. To'k ko'p yeb qo'yadi deng. Ha, shunaqa. Ha, bu ko'p narsani tortib yuboradi, ha. Yana qanaqa muammolar bor? Ish xonadami? Ha, ishxonada. Meni qo'yavering. Ana To'lqin. Har kuni ishga kech kelib, sizdan gap eshitadi nuqul. Bilasizmi nega gap eshitadi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bugun voqli kelibsizmi? Bo'lar ekan shunaqa voqli kelsa. O'zi voqli kelaman har doim. Bir ikki marta shunaqa bo'lib qoldi. Ana Sherzod bor-ku. Xodimingiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizga dastavka bor edi, aka. O'shani qabul qilib olsangiz deb olib keldik. Sizga nafs ham berib olishdi, aka, mana. Kim beribdi? Unisini bilmaymiz, aka, yetishmadi. Shu manzilga yetkazib beriblar bo'ldi deyishdi. Rahmat kattakon, aka. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Shuni yaqinda xotinimni ko'zi yorish kerak. Dori-darmon, olib borib doktorxonaga joylashtirish. Bilan hammasi pul. Kirib chiqishidan, ko'zlaridan bilaman. Shuni yetishmovchiligi bor-da. Endi bundan buyog'iga ishdan keyin uyingizga borib dam oling. Yo'q, uyga
uyga boraman har doim o'zi. Ko'chada yurmang. Nimadir yordam kerak bo'lsa, keyingi safar o'zimga turing. Xo'p? Yaxshi ishlang. Xo'p. Rahmat. Bugun yopamiz arendan aka. Yo'q, aka, men boshqa narsaga telefon qilaman hozir. Pulni yopish ish hafta emas aka. Bitta okangiz kelib, hozir yopib ketdilar. Mana o'shanga telefon qilaman aka. Qanaqasiga? Bilmayman, bitta tanishingiz ekanlar. To'g'ri akam qiynalyaptilar hozir, sharoitlari yaxshi emas deb 3 oylik pulni oldindan to'lab ketdilar. Ulardan so'ramay qo'ya qoling deb. 3 oylik? Kim to'lab ketdi? Unisini bilmadim aka. Ismingizni aytdilar, to'lov o'qib ketdilar. Men telefon qilayotganim kecha sal qattiq gapirib qo'ydim. Xafa bo'lmaysiz aka, ko'nglingiz olmay, faqat iltimos. Yo'q. Mayli aka, 3 oydan keyin ko'rishamiz. Yaxshi haydang, charchamang aka, yaxshilik ko'rishaylik. Arendaga mashina olgan. Kunduzi bu yerda ishlaydi, kechasi borib taksichilik qiladi. Men unga aytaman, uxlagan bir payt kechasi borib damin olgin. Yo'q, quloq solmaydi. Shuning uchun har kuni ertalab kech qoladi. Bunaqa muammosi borlar juda ko'p bu yerda. Meni muammo ekan bularni oldida. Oling. Xo'jayin, mashinani oldirib qo'ydim. Iftorlik kech qolyapsiz. Hozir chiqaman. Mayli, mana bora qoling. Iftorlik uchun rahmat. Hech narsa yemadingiz-ku? Jahongir aka kirsam maylim? Kiring. Assalomu alaykum. Aka, shunga shundoq qo'l qo'yib bering. Bugungi, o'tgan kungi отчетlar ba'zidan chiqib ketgan. Bu dokumentlarni qo'ying. Farzand muborak bo'lsin. Voy, qatdan bildingiz? Hech kimga aytmadim men. Ismini nima qo'ydingiz? Osiyo. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Biz ham bunaqa paytlardan o'tganmiz. Ko'rdingiz? O'zing rizqi bilan keladi. Qo'l qo'yib berishim kerakmidi? Aha. Kim beribdi? Unisini bilmaymiz aka, yetishmadi. Shu manzilga yetkazib beraylik bo'ldi deyishdi. Rahmat kattakon aka. Jahongir aka. Rahmat. Mana. Boring. Rahmat. Aytgancha. Shu pechga qancha to'y kelsa ham men roziman. Faqat issiq o'tiring. Pechkani o'chirmang. Smenlaringiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Xo'p, rahmat.